Chino ikkinchi bosqich Latotron o'yini. Bugun ikkita bozorga tashrif buyuramiz. Qo'yliq hamda Gumbaz. Birinchi do'konimiz Qo'yliqda. Ketdik. Bugungi birinchi mijozimiz Qo'yliq bozorida, Azim akam do'konlarida. Feruz aka, assalomu alaykum. Keling aka. Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Bu yoqqa to'g'rasiz aka. Kayfiyatlar qalay aka? Yaxshi. Charchaysizmi? Yaxshi. Ishlaringizga rivoj. Xo'p, aka xabaringiz bor. 3000 balldan oshganligi uchun Latotron o'yinida qatnashasiz. Bu ballaringizdan tashqari sizga sovg'a. Bismillah. Olib bering aka bittasini o'zingiz. Ochuvering aka, mana shu stikerni ko'chirib berasiz. Ko'rishingiz mumkin, mana akamlar mini pech yutib oldilar. Tabriklaymiz aka. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Bayramga sizga yaxshi sovg'a bo'lsin. Azim akamning keyingi mijozlarini chaqiramiz. Sardor aka keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qanaqasiz? Yaxshi o'tiribsizlar? Kelayotgan yo'llaringiz bilan aka. Siz ham. Rahmat, Allohga shukr. Xo'sh, uzoq cho'zib o'tirmaymiz aka. 3000 balldan oshganligingiz uchun Latotron o'yin ishtirokchisiga aylangansiz. Marhamat qilib o'zingizni sovg'angizni tanlab olasiz. Tashini oldim. Menga bering, oching aka o'zingiz. Nabor instrument. Mana ko'rishingiz mumkin, akamlar nabor instrument yutib oldilar. Aka, yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kelayotgan yo'llaringiz bilan. Rahmat, birga bo'lsin. Xo'p, o'tgan safar ham qatnashuvdingiz. Xursand bo'ldim aka ko'rib. Yana sizni xabaringiz bor. 3000 balldan oshganligi uchun Latotronda qatnashasiz. Aka, torting sovg'angizni. Xo'p, mana mashinasi bilan. Oching aka o'zingiz. Mana shu stikerni ko'chirib berasiz. Ana, увлажнитель воздуха yutib oldilar akamlar. Tabriklaymiz. Aka, yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Aka marhamat. Rahmat. Sog'ingiz. Aka salomatmisiz? Inshaalloh sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Kelayotgan bayramlaringiz bilan. Rahmat billa o'zi. O'tgan safar ham qatnashuvdingiz? Ha. Ko'rib xursand bo'ldim aka. Rahmat. Xo'p, bu safar endi O'tgan xudo xolasa telefon yutgandik, endi bu safar endi bilmadim. telefon. Yaxshi, omadingiz bor ekan. Qani bismillah, torting aka. Mikrofonni berdim. Oching aka o'zingiz. Mana shu ko'chirib berasiz. Mana bumi? Ya'ni pilisos yutib oldilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Marhamat aka, mana sog'lig'ingizni qabul qilib olasiz. Sog' bo'ling. Keyingi aksiyada ham faol kutib qolamiz sizni qatnashishingizni. Ishlaringizga rivoj. Kelayotgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, charchamang aka. Keyingi mijozimiz ayrim bir sabablarga ko'ra o'zlari kela olmadilar. Hozir telefon orqali bog'lanib, o'zlari bilan gaplashib, o'rinlariga sovg'ani tortamiz. Assalomu alaykum Anvar aka, tuzumsiz? Sog'laringiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah. Aka, ana o'rningizga Latotrondan tortayotgandim, rozimisiz? Ha, roziman, bemalol. Hozir anaqa telefonni qo'ymay turing. Nima yutuq chiqqanda ham sразу aytib o'ramiz, aka. Bo'ldi. Hozir 1 minut. Bemalol. Aka, smart soat chiqibdi sizga. Yutug'ingizni xudo xolasa tez kunlarda yetkazib beramiz inshaalloh. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Chinoda qatnashgansiz, ballaringiz 3000 balldan oshganligi uchun bonus sifatida qatnashyapsiz Latotronda. Xabaringiz bor. Xabarim bor. Sovg'angizni tanlab oling aka, marhamat. Buni menga berib, mana shu stikerni ko'chirib berasiz. Mana shuni ko'chirib berasiz, sovg'angiz shuni ichida yashirilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, akam увлажнитель воздуха yutib oldilar. Aka, mana sovg'angiz. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Ko'rishingiz mumkin, bugungi mijozlarimizdan hammalarini Latotrondan o'z sovg'alarini tanlab olishdi, hammasini berib oldik. Endi siz bilan ozgina ishimiz bor. Yuring, Gumbazga chiqib kelamiz. Mana Gumbazga ham yetib kelib oldik. Endi bugungi Latotron o'yinidagi mijozlarimizdan sovg'alarini shu tugatib, keyin uyga qaytamiz. Gumbazdagi birinchi mijozimiz. Aka, ismingiz nima edi? Radik. Aziz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Keling aka. Chino aksiyada qatnashdingiz. Ballaringiz 3000 balldan oshganligi sababli sizga bonus tariqasida Latotronda o'ynash imkoniyati beriladi. Hozir Latotronni aylantiramiz. Yutib olgan sovg'angizni xudo xolasa hozir beramiz. Siz olib keturasiz. Oling aka bittasini. Mana shu stikerni ko'chirib berasiz. Ko'chirsam.
Albatta. O'zi gapirmaydi. Ko'chirib bering. Felis. Mana ko'rishingiz mumkin. Akam pilisos yutib oldilar. Navbatdagi mijozimizdan taklif qildik. Timur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Mikrofonni olasiz. Kayfiyat yaxshimi aka? Qilayotgan yo'lingiz bilan. Hop. Aksiyada qatnashgan ekansiz. Ballarsiz 3000 baldan oshganligi uchun Artitronda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritgansiz. Marhamat, sovg'an tanlab olasiz. Mana shu stikerni ko'chirib berasiz mana. Mana akam bilan nabor instrument yutib oldilar. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga ishlatasiz. Bayramga yaxshi sovg'a bo'ladi degan umidamiz. Mana shunaqa Latotronda sovg'alarni aylantirib yutib olish uchun nima qilish kerak? Keyingi Chino aksiyalarida qatnashinglar, balinglarni 3000 baldan oshirsanglar, ham balinglarga alohida sovg'a olasizlar, ham mana shunaqa Latotronda qatnashib turib, aylantirib turib o'zingizlar har xil qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Nima ham deymiz? Kelinglar, hammanglarni kutib qolamiz. Keyingi aksiyada faol qatnashinglar. Shu bilan Chino aksiyamizni ikkinchi bosqichini ham yakunladik.